Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xayrli kech barchangizga. Bugun judayam kerakli, ya'ni savollar kelib tushgan. Men jonli chatda beraman deb sizga savolingizga javob bera olmadim. Hozir men sizni mana shu savollardan birma-bir boshlasam va undan oldin bir eslatmani aytib o'tib ketsam. Ya'ni har birimiz assalomu alaykum va alaykum assalom Dilnoz. Har birimiz energiyamiz ko'p bo'lishini, energiyaga to'lib yurishni xohlaymiz. Qalaysiz? Rahmat, yaxshiman. Energiyaga to'lishni xohlaymiz. Energiya to'lish uchun meditatsiya qilamiz, raqslarga tushamiz va har doim energiyaga boy bo'lishni xohlaymiz. Men sizga hozir mana shu joyda bitta eslatma aytib o'tib ketmoqchimanki, biz qabul qilayotgan energiya, ya'ni borliq tomonidan bizga har doim energiya kelishi bu tabiiy holat. Energiya albatta biz uchun yuqori olamdan energiya kiradi. Biz faqat mana shu energiyani qanday qilib taqsimlab, qanday qilib chiqarib olishimiz kerak. Yuqoridan kirgan energiya xuddi suvga o'xshab kiradi. Energiya, ya'ni xuddi suvga o'xshaydi. U kiradi, aylanadi va chiqib ketishi kerak. Agar siz energiyani ushlab qolsangiz, energiyani to'g'ri chiqara olmasangiz, ya'ni Alloh hamisha sizga berayotgan energiyani to'g'ri tanangizdan chiqara olmasangiz, sizda nima bo'ladi? Energiya to'planishni boshlaydi. Energiya to'plangandan keyin sizda asabiylik, uyquda qiyinchilik, bo'g'inlaringiz og'rishi, farzandlaringizga baqirgiz kelishi, ko'krak bosimda og'riqlar yoki yog' to'planishi, semirib ketishlar, kuchingiz bor, lekin harakat qilishni umuman xohlamay qolasiz. Bu hammasi, ya'ni mana shunday paytda bilingki, sizda energiya kamayib ketganidan, energiyangiz qolmay qolganidan emas, balki sizda to'planib qolgan energiya tanangizdan chiqish uchun joy izlayotgan bo'ladi. Demak, siz energiyani to'g'ri chiqara olmasangiz, energiyani to'g'ri boshqara olmasangiz, sizda baqirishga xohish paydo bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz bilmagan holatda baqir-chaqir qilib borasiz. Bu, ya'ni sizda ortiqcha to'planib qolgan energiya aurada ortiqcha hisni keltirib chiqaradi. Ya'ni ortiqcha sizga kerakli bo'lgan his aurangizda to'planib ketadi. Albatta tana buni baqirish orqali, kimdir sizni jahlingizga tegadi, kimdir sizni asabingizga buzadi, kimdir sizni nimadir deb qo'yadida, arzimagan gapni gapirib qo'yadida, siz baqirib tashlaysiz. Bor ovozingiz bilan baqirib tashlaysiz yoki do'q qilib tashlaysiz. Shunday qilib sizdagi bor energiyalar tanangizni tark etib chiqib ketadi. Va yana shunday narsalar borki, sizda ortiqcha energiya ko'payib ketgan paytida siz ko'p o'ylashni boshlaysiz. Ya'ni shunday xayollar tubiga g'arq bo'lib ketasizki, xuddiki aqlingiz ortiqcha energiyani chaynakda suv qaynayotgandek boshingizda qaynatayotgandek bo'ladi. Sizda ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Kuzatib ko'ring holatlaringizni. Ya'ni bir voqeani o'ylayverasiz, har doim xayolingizda nimadirlar aylanaveradi, o'ylayverasiz. Bu ham sizda to'planib qolgan energiyani chiqarib yuborish uchun aql xuddiki choynakdagi
suvni qaynatayotgandek yuzaga chiqaraveradi. Ya'ni aqlingiz qancha ko'p o'ylayvergan sari sizda butun energiya mana shu o'ylarga ketadi-da va shu orqali sizda to'planib qolgan energiya chiqishni boshlaydi. Demak, va yana shunday narsa bo'ladiki, ortiqcha energiyani chiqarish uchun sizda stress, g'am, tushkunlik orqali chiqishni boshlaydi. Ya'ni siz shunday vaziyatlarni tortib olasizki, ya'ni sizni hayotingizda shunday holatlar bo'ladiki, siz stressga tushib qolasiz. Stressga tushganingizda bilasiz qancha energiya tanani tark etib chiqib ketadi, to'g'rimi? G'am chekkaningizda ham butun energiya tanadan chiqib ketadi. Tushkunlikka tushganingizda ham sizni energiyangiz shundoq pastga shuv etib tushib ketadi. Va yana 4-chi energiyani chiqarish holati bu tanadan eng ko'p tarqalgan usullaridan biri bu yana tanadan kasallik orqali. Sizga bel og'rishi, agar sizda mana bu kasalliklar bor bo'lsa, ya'ni bel og'rishi, ko'ngildagi, ya'ni yuragingizdagi og'riq, gardandagi og'riq, kechalari uxlay olmayotgan bo'lsangiz, bilingki sizda ortiqcha energiya mana shu yo'llar orqali tanangizni tark etib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Ya'ni mana shu yo'llar orqali tanani tark etib chiqib ketadi. Va undan tashqari sizda boshqalar bilan janjallashish ko'payib ketadi. Jahldor bo'lib ketasiz. Kimdir sizni jahlingizni chiqarib, kimdir sizga shunchaki gapirganda siz janjallashib ketasiz. Oddiy suhbatni ham siz janjalga aylantirib yuborasiz. Shunda ham sizda ortiqcha energiyalar tanangizni tark etib chiqib ketadi. Va yana shunday narsa borki, ortiqcha energiyani sizda turib qolgan mana bu energiyalar boshqa negativniy insonlarni energiyasiga ulanib oladi-da va o'shalarga oqizib tashlaydi. Biz o'zimizni xuddi ko'rib turganimizdek bilishimiz kerak emas-da. Biz juda ham